Akalar, assalomu alaykum. Bizni Texnobrend do'konimizda mana bunaqa stullarni xolasili qizili, xolasili qora ranglardan keldi. Narxlari bilan bitta tanishtiraman, boshqa joyda takrorlanmas narx. Narxga 880 ming so'm. Qarang, 4 tali oshxonaga olasizlarmi yoki bo'lmasa dachaga olib qo'yasizlarmi? Xuddi shunaqa temirli bo'ladi. Sifatlarini mana qaranglar. Va kojinli bo'ladi. Mana shu ko'rayotganinglar aniq 880 ming so'm. O'zi 1 million so'm sotilgan, hozirda skidkada 880 ming. Oylik to'lov 6 oyga, 12 oyga, 24 oyga. Libo joy bilan solishtirib ko'ringlar, bunaqa narx 100% hech kim qilib bera olmaydi. Xolasizlar mana bunaqa qora ranglari bor, qarang. Bu sal kattaroq varianti. Kattaroq varianti 1 million 320 ming so'm. Okalar, bunaqa narxi OLXda ham, boshqa joylarda ham takrorlanmas summalarda. Mana haqiqatda ham zo'ri. Mana ko'ryapsizlar, nima uchun aytayapman? Chunki baquvvat ishlangan. Mana bunaqa arkalari bo'lgani uchun ham bular baquvvat hisoblanadi. Uncha-munchaga sinib ketishmaydi. Ham materialni ham ko'radigan bo'lsanglar, haqiqiy brusni deyiladi. Brusni mana bunaqa отдельный turbadalardan qilingan. Xullas, narx-navosini mana ko'rsatib beraman. Oylik to'lovlari 312 ming so'm 6 oyga, 12 oyga 172 ming so'm 5 so'm, 24 oyga 109 ming so'mdan. Okalar, bunaqasi hali bo'lmagan. Xolasizlar, mana bunaqa variantlari ham kelgan. Ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, pastda nomer qoldiramiz yoki Texnobrendda hamma filialda Olmaliqda, Bo'kada sizlarni kutib qolamiz. Ko'rganda ko'rishguncha.